Rossiyada o'zbek oila hayoti. Bugun ishdan hammamiz judayam charchab, onamnikida dachada shashlik qilishga qaror qildik. Chunki havo obedgacha yomg'ir judayam qattiq yog'ib, ochilib ketdi, xudoga shukr. Mana yetib kelib qoldik. Bolalarim bilan Rossiyada ishlaymiz, Rossiyada yashaymiz. Qiziqarli bo'lsa podpiska bosinglar albatta, like bosishni unutmanglar. Mashinamizni mana parkovka qilib kirib kelyapmiz. Bultur betda hech narsa yo'q edi, dachalari bitib chiroyli bo'lib ochilib qolibdi. To'g'risi, o'zi juda ham xursand bo'ldim. Ancha bo'ldi kelmaganimga. Mana bu qizim Oysha bibi ismi. Shunaqa mana devorlarga chizib tashabdi bolalar, juda ham sho'x bular. O'zbek ayollar hali ham sabr qilishadi bolalarga. Ayam uyalyaptilar videoga olganimga. Shunaqa olovlarni yoqib chiroyli qilib qo'yishdi. Hozir bu yoqqa ko'mir tashlaymiz. Mana bolalar xursand bo'lyapti. Havo yaxshi, chunki domda bilan siqilib ketishadi. Uyda ichini ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana bu yerda stroyka qilishyapti, bolalar ishlayapti. 3 xona yo 4 xona bo'ladi uylari. Bu yerda mana vannaxona, dush plus dushovoy bo'ladi. Sizlarga remont bitgandan keyin xudo xolasa ko'rsataman. Bu yerda kichkina xona, spalni. Oysha bibining xonasi bo'ladi. Katta qizim juda yaxshi ko'rishadi. Bu yerda zal plus kuxnya bo'ladi, bo'linadi. Bu yer juda ham bardak hamma joy. Shunaqa uzr. Chunki stroyga ketyapti, tushunasizlar. Bu meni erim. Hazillashib kulyaptilar mana qaranglar. Mana, voy, blogerim deb qo'yadilar. Shashliklarni ham qo'yib oldik. Tovuq go'shtidan ko'pincha qilamiz, chunki bizda mol go'shti umuman o'xshamaydi. Retseptini kim bilsa marinad tashlavoringlar kommentariyada. Bolalar mazza qilib o'ynashyapti. Bu bizim mushugimiz, ismi Persik. Juda ham shirin mushukcha. Ichida shetda yashaydi bu. Mana qizim sizlarga qarashyapti. Videoga tushishni yaxshi ko'radi. Shashligimiz ham pishib qoldi. Hammaga yoqimli ishtaha, juda ham mazali shirin chiqibdi shashligimiz. Naqa bir qarasam erim shashlikdek bo'lib yo'q bo'lib qolibdilar. Mana o'g'lim Muhammad Yusuf ismi. O'ynashyapti mazza qilib, juda ham erimni qidirib qoldim. Qarasam ko'chada mashina yuvyaptilar, moykaga ekonom qilaman deb. Shunaqa Rossiyada o'zbeklar juda ham ko'p. Nechta biz podpiska bosinglar.